다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번 공 2번 별 3번 발 4번 책 정답은 1번입니다. Eps topik birinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Top. Ikkinchi. Yulduz. Uchinchi. Oyoq. To'rtinchi. Kitob. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번 버섯을 먹고 있습니다. 2번 버섯을 따고 있습니다. 3번 버섯을 묶고 있습니다. 4번 버섯을 씻고 있습니다. 정답은 2번입니다. Eps topik ikkinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Qoziqorinni yeyapti. Ikkinchi. Qoziqorinni terayapti. Uchinchi. Qoziqorinni bo'glayapti. To'rtinchi. Qoziqorinni yuvayapti. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 다르다 1번 좋다 2번 멀다 3번 같다 4번 늦다 정답은 3번입니다. Eps topik uchinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zning qarama-qarshi ma'nosi nima? Boshqa. Birinchi. Yaxshi. Ikkinchi. Uzoq. Uchinchi. Bir xil. To'rtinchi. Kech. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 논, 밭, 농장, 과수원 1번 취업 2번 도시 3번 계절 4번 농업 정답은 4번입니다. Eps topik to'rtinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zlar bilan bog'liq narsa nima? Sholi dalasi. Dala. Ferma. Bog. Birinchi. Ishga joylashish. Ikkinchi. Shahar. Uchinchi. Fasl. To'rtinchi. Qishloq xo'jaligi. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 새 작업 도구로 작업을 하니까 아주 편합니다. 전에 쓰던 것보다 작고 가벼워서 좋습니다. 1번 계속 2번 혹시 3번 훨씬 4번 가장 정답은 3번입니다. Eps topik beshinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Bosh joyiga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Yangi ish asbobi bilan ishni qilayotganim uchun juda qulay. Oldin ishlatib yurganimga qaraganda. Kichik hamda yengilligi uchun yaxshi. Birinchi. Doimo. Ikkinchi. Balki. Uchinchi. Ancha. To'rtinchi. Eng. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 저희 아버지는 컴퓨터 선생님이십니다. 고등학교에서 학생들에게 컴퓨터를
주십니다. 1번. 빌려해. 2번. 신청해. 3번. 가르쳐. 4번. 고쳐. 정답은 3번입니다. Apps topik 6-savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Mening otam kompyuter o'qituvchisi. Orta maktabda o'quvchilarga kompyuterni beradi. Birinchi, qarzga berib. Ikkinchi, ariza qilib. Uchinchi, o'rgatib. To'rtinchi, tuzatib. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 우리 회사에서는 한 달에 한 번 안전 교육을 합니다. 마지막 주 토요일은 안전 교육의 날입니다. 1번. 매년. 2번. 매일. 3번. 매월. 4번. 매주. 정답은 3번입니다. Apps topik 7-savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Bizning kompaniyada bir oyda bir marta xavfsizlik mashg'uloti o'tkaziladi. Oxirgi haftaning shanba kuni xavfsizlik mashg'uloti kuni. Birinchi. Har yili. Ikkinchi. Har kuni. Uchinchi. Har oy. To'rtinchi. Har hafta. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 휴게실은 공공장소이므로 휴게실에서는 다른 사람을 배려해야 합니다. 담배를. 냄새 나는 음식을 먹으면 안 됩니다. 1번. 피워서. 2번. 피워야. 3번. 피우지만. 4번. 피우거나. 정답은 4번입니다. Apps topik 8-savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Dam olish xonasi jamoat joyi bo'lgani sababli dam olish xonasida boshqa odamlarni hurmat qilish kerak. Sigaret. Hidi chiqadigan ovqat yeyishga bo'lmaydi. Birinchi. Chekib. Ikkinchi. Cheksagina. Uchinchi. Cheksa ham biroq. To'rtinchi. Chekib yoki. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 1번. 여기에 올라가면 안 됩니다. 2번. 이곳에 주차하면 안 됩니다. 3번. 물건을 던지면 안 됩니다. 4번. 안에 들어가면 안 됩니다. 정답은 4번입니다. Apps topik 9-savol. Keyingi savolga javob bering. Bu belgi qanday ma'no? Birinchi. Bu yerga ko'tarilishga bo'lmaydi. Ikkinchi. Bu yerga mashina qo'yishga bo'lmaydi. Uchinchi. Buyumni uloqtirishga bo'lmaydi. To'rtinchi. Ichkariga kirishga bo'lmaydi. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 이 사람이 일하는 곳은 어디입니까? 1번. 대표이사입니다. 2번. 3559번입니다. 3번. 장은아입니다. 4번. 행운 부동산입니다. 정답은 4번입니다. Apps topik 10-savol. Keyingi savolga javob bering. Bu odam ishlaydigan joyi qayer? Birinchi. Bosh direktor. Ikkinchi. 3559-inchi. Uchinchi. Jang una. To'rtinchi. Hengun ko'chmas mulk agentligi.
To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 승차권에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 이 기차는 서울로 갑니다. 2번. 목적지까지 3시간쯤 걸립니다. 3번. 12월 12일에 출발합니다. 4번. 할인을 받아서 22,000원입니다. 정답은 3번입니다. Eps topic on birinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi poyezd chiptasi haqida tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Bu poyezd Seulga boradi. Ikkinchi. Manzilgacha 3 soat chamasi ketadi. Uchinchi. 12 dekabr kuni jo'naydi. To'rtinchi. Chegirma olib 22 ming won. To'g'ri javob 3 variant. 다음 질문에 답하십시오. 신입사원들이 직장 생활에서 힘들어하는 점에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 퇴근 시간이 늦어서 힘들다는 사람이 가장 적습니다. 2번. 새로운 환경에 적응하기 힘들다는 사람이 가장 많습니다. 3번. 상사나 동료와의 관계가 힘들다는 사람이 반 이상입니다. 4번. 업무가 많아서 힘들다는 사람이 두 번째로 많습니다. 정답은 1번입니다. Eps topic on ikkinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Yangi xodimlar ish joy hayotida qiynaladigan jihatlari haqida tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Ishdan chiqish vaqti kech bo'lgani uchun qiyin deb aytgan odamlar eng kam. Ikkinchi. Yangi muhitga moslashish qiyin degan odamlar eng ko'p. Uchinchi. Rahbar yoki hamkasblar bilan munosabat qiyin degan odamlar yarmidan oshadi. To'rtinchi. Ish ko'p bo'lgani uchun qiyin degan odamlar ikkinchi bo'lib ko'p. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한국의 명절인 설날에는 가족들이 모두 차례를 지냅니다. 그리고 어른들께 세배를 하고 함께 떡국을 먹습니다. 1번. 전달하려면. 2번. 모여서. 3번. 전달해서. 4번. 모이려면. 정답은 2번입니다. Eps topic on 3 savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Koreyaning bayrami bo'lgan Sollal kunida oila a'zolari hammasi chare marosimini o'tkazadi. Hamda kattalarga ta'zim qilib birga tokkuk shorva yeyishadi. Birinchi. Yetkazadigan bo'lsak. Ikkinchi. Yegilib. Uchinchi. Yetkazib. To'rtinchi. Yegiladigan bo'lsak. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 불이 나면 소화기로 우선 앞쪽에 불부터 뒤쪽에 불을 소화해야 합니다. 불이 꺼진 후에도 불씨가 남아있는지 꼭 확인해야 합니다. 1번. 꺼서. 2번. 끄고 나서. 3번. 덮고 나서. 4번. 덮어서. 정답은 2번입니다. Eps topic on 4 savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Yong'in chiqsa o't o'chirgich bilan avvalo oldi tomondagi olovdan boshlab orqa tomonning olovini o'chirish kerak. Olov ochgandan keyin ham choq qolmaganini albatta tekshirish kerak. Birinchi. O'chirib. Ikkinchi. O'chirib bo'lib keyin. Uchinchi. Yopib bo'lib keyin. To'rtinchi. Yopib. To'g'ri javob ikkinchi variant.
다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 같이 일하는 동료와 갈등이 있을 때는 화를 내기보다 서로 이야기를 하는 게 좋습니다. 이야기를 하다 보면 갈등을 풀 수 있고 서로의 마음을 이해할 수도 있습니다. 1번. 업무 문제. 2번. 갈등 해결. 3번. 사고 원인. 4번. 작업 내용. 정답은 2번입니다. Epps topic on 5-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Birga ishlaydigan hamkasb bilan kelishmovchilik bo'lsa, jahlni chiqarishdan ko'ra bir-biri bilan gaplashgan yaxshi. Gaplashib ko'rilsa, kelishmovchilikni hal qilish mumkin bo'lib, bir-birining ko'ngilini tushunish ham mumkin. 1. Ish muammosi. 2. Kelishmovchilikni hal qilish. 3. Hodisa sababi. 4. Ish mazmuni. To'g'ri javob 2 variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 서울에는 유명한 곳이 많습니다. 특히 인사동은 외국인들에게 인기가 많습니다. 인사동에 가면 한국의 옛날 물건을 볼 수 있습니다. 1번. 나라. 2번. 교통. 3번. 이름. 4번. 장소. 정답은 4번입니다. Epps topic on 6-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Seulda mashhur joylar ko'p. Ayniqsa Insadon chet elliklarga juda mashhur. Insadonga borsangiz, Koreyaning eski buyumlarini ko'rishingiz mumkin. 1. Mamlakat. 2. Transport. 3. Nomi. 4. Joy. To'g'ri javob 4 variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 음력 1월 1일은 설날입니다. 한국 사람들은 보통 고향에 가서 가족들과 함께 설날을 보냅니다. 조상님들께 차례를 지내고 어른들께 세배를 드립니다. 세배를 하면 어른들은 덕담을 하시면서 세뱃돈을 주십니다. 설날에는 떡국을 먹고 전통 놀이인 윷놀이를 하기도 합니다. 1번. 윷놀이는 최근에 생긴 설날 풍습입니다. 2번. 설날에 어른들은 덕담을 듣습니다. 3번. 설날에 고향에 가는 사람들이 많지 않습니다. 4번. 설날에는 어른들께 세배를 드립니다. 정답은 4번입니다. Epps topic on 7-savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Oy taqvim bo'yicha 1 yanvar Sollal bayrami. Koreyaliklar odatda tugilgan joyiga borib oilasi bilan birgalikda sollalni o'tkazadi. Ajdodlarga marosim o'tkazib, kattalarga ta'zim qilishadi. Ta'zim qilinsa, kattalar yaxshi tilaklar aytgan holda ta'zim puli ham berishadi. Sollal kunida tokkuk shorvasini yeb an'anaviy oyini, yutnori ham o'ynaladi. 1. Yutnori yaqinda paydo bo'lgan sollal odati. 2. Sollalda kattalar yaxshi tilaklarni eshitadi. 3. Sollalda tugilgan joyiga boradigan odamlar ko'p emas. 4. Sollalda kattalarga ta'zim qilinadi. To'g'ri javob 4 variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국 사람들은 헤어지기 아쉬울 때 하는 인사말이 있습니다. 언제든지 연락하세요. 라는 말도 이런 인사 중 하나입니다. 그러나 언제든지 연락하라고 했다고 해서 이른 아침이나 늦은 밤 시간에 연락을 해도 된다는 뜻은 아닙니다. 또한 식사 시간에도 될 수 있으면 연락을 하지 않는 것이 좋습니다. 1번. 연락할 때 피해야 하는 시간이 있습니다. 2번.
만나고 싶을 때 언제든지 연락하면 됩니다. 3번. 식사를 할 때 전화하는 것이 좋습니다. 4번. 아침 일찍 일어나서 연락하면 좋습니다. 정답은 1번입니다. Epps topic 18 savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreys odamlari ajralish achinarli paytda qiladigan so'rashish gaplari bor. Qachon bo'lsa ham bo'glaning degan gap ham shunday gaplardan biridir. Lekin qachon bo'lsa ham bo'glaning deb aytdi degani uchun erta tongda yoki kechasi kech vaqti bo'glansa ham bo'ladi degan ma'no emas. Shuningdek, ovqatlanish vaqtida ham iloji bo'lsa bo'glanmagan yaxshi. Birinchi. Bo'glanish paytida qochish kerak bo'lgan vaqtlar bor. Ikkinchi. Uchrashishni xohlagan payti qachon bo'lsa ham bo'glansa bo'ladi. Uchinchi. Ovqatlanayotgan paytda telefon qilish yaxshi. To'rtinchi. Ertalab vaqtli turib bo'glansa yaxshi. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 주로 금속을 가공할 때 사용되는 것으로 작은 구멍을 뚫을 때 편리한 작업 도구입니다. 1번. 핸드카. 2번. 전기 드릴. 3번. 그라인더. 4번. 밴딩기. 정답은 2번입니다. Epps topic 19 savol. Keyingi tushuntirmaga mos so'zni tanlang. Asosan metallni qayta ishlash payti foydalanadigan narsa bo'lib kichik teshik teshishda qulay bo'lgan ish qurolidir. Birinchi. Qo'l aravachasi. Ikkinchi. Elektr drill. Uchinchi. Silliqlash moslamasi. To'rtinchi. Upakovka mashinasi. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 물고기를 잡거나 해조류를 기르는 일 등 바다를 터전으로 삼아 수익을 얻는 산업입니다. 1번. 축산업. 2번. 어업. 3번. 농업. 4번. 제조업. 정답은 2번입니다. Epps topic 20 savol. Keyingi tushuntirmaga mos so'zni tanlang. Baliqni tutish yoki dengiz o'simliklarini yetishtiradigan ish kabi dengizni asos qilib daromad oladigan soha. Birinchi. Chorvachilik. Ikkinchi. Baliqchilik. Uchinchi. Dehqonchilik. To'rtinchi. Ishlab chiqarish. To'g'ri javob ikkinchi variant.